Qayta-qayta tug'ruqlar, ayol o'zi tiklanmasdan oldin keyingi farzandni tug'ishi, homila tug'gandagi qanda bo'ladigan muammolar, bularni hammasi, tug'ruqdan keyingi depressiyalar ayolni o'ziga bo'lgan ishonchini, o'ziga bo'lgan samootsinkasini juda ham tushirib yuboradi. Bu narsa esa ayollarda o'ziga bo'lgan ishonchni tiklab beradi. Mana ko'ryapmiz-ku, ayollar o'zlarini ustida, ayollik energiyasini ustida, samootsinka ustida energiyani oshirish bo'yicha yaxshi ishlashyapti. Bu juda ham yaxshi. Lekin bularda mana shu ginekologik muammosi bo'lib turganda, ya'ni tuqqandan keyin o'zini tiklash uchun qilinadigan amaliyotlar bajarilmaganda ham ayollardagi samootsенка juda ham tushib ketadi. Shuning uchun ham bu narsani erkaklardan ham iltimos qilgan bo'lardim. Shuncha farzand tug'ib bergan ayolingizni o'zini tiklashiga imkon qoldirishingiz kerak. Ayol kishi o'zi ham ayolligini his qilishi kerak. Ayol kishi nafaqat turmush o'rtog'i uchun, ya'ni jufti erkagi uchun, balki o'zi uchun ham buni qildirishi kerak.